videoda o'zimiz skin yaratishni o'rganamizda. Ishlatlam. Bugungi videoda hammaga salom. Bugungi videoda o'zimiz skin yaratishni o'rganamiz. Bizga nima kerak bo'ladi? Play Marketga kiramiz. Play Marketga kirib o'zimiz skin yaratamizda. Buning uchun bizga ikkita skin qiluvchi kerak. Skins for Minecraftni bosamiz va bu yerdan boys skins for mini Minecraft P deganni yuklab olasizlar. Mana yuzini eslab qolsanglar bo'ldi. Mana shunaqa yuzi eslab qolinglar. Keyin birinchida turgan kerak bo'ladi. Mana shu yuzini eslab qolinglar. Endi biz birinchi navbatda boy skins for Minecraft P ga kiramiz. Yuklab olgan bo'lsalaring, buni nima qilamiz? Qanday qilib yaratamiz desanglar, birinchida sizlarda homeda turgan bo'ladi. Homeda. Siz keyin mana bu yerdagi Skins ga qilasiz. Skins. Men bitta skin yaratdim уже. Qalay, zo'rmi? Zo'r bo'lsa kommentda yozib maqtab tashlanglar. Brat tanla deb. Do'stlar, mana hozir bu yerda endi Creative with all degan narsaga bosamiz va bu yerda aytyapti. Promi qanaqa bo'lsin deb. Mana bunday qilsak. Generatini bosamiz. Agar sizlarniki qiz bola bo'lsa, girl in red rabbit costume long blonde hair blue as ni bosasiz va bu bo'lmadi. Masalan, mana buchi. Boy LGHT Brown. What? İsteyapti. Ne şu? Bo'lmayapti-da. Boy bo'lish. Bizniki bo'lmayapti, chunki mana buni yaratganmiz, buni o'chirib tashlaymiz, yangisini yaratamiz. O'chirib bo'ladimi? Obunachlar o'zi kommentga yozib tashlanglar. Mana shunda o'chiraman. Endi bo'ldi, bo'lsa kerak. Bittadan skin yaratsa bo'ladi meni. Agar bulardan qila olmasangiz, bular sizga yoqmagan bo'lsa, o'zingiz mashqga yozasiz. Masalan, boy kostum rabbitmas. Bironta hayvonni qilasiz. Masalan, kostum hacker qilsanglar ham bo'ladi. Hacker rangi endi rangi qanaqa bo'lishini xohlaysizlar? Men blue bo'lishini xohlayman. Keyin oyoq kiyimlarini ham yozamiz. Oyoq kiyim nima edi? Kommentga yozib tashlanglar. Oyoq kiyim. Jaket qilsak, jaket bu kostyumni. Jaket rangi jaket emas. Tufli yoki nima eboli. Mana shuni kreativni bosasiz. Botdan skin yaratamizda. Ular o'zingizlar ko'rib olsanglar. Mana shu reklama ham jonga tegdi bor. TVCom istalgan qurilmada ko'rishingiz uchun onlayn kinoteatr. TVCom reading and writing skills you need to achieve your real-life goals. With fun, bite-sized lessons you can do anywhere, anytime.
it's easier than ever. Ikkisini bosamiz. Endi mana bizniki mana shunaqa bo'ldi. Sizga qanaqa rang yoqadi bilmayman. Menga eng ko'p yoqqani mana bo'ldi. Shuni select qilamiz-da. Endi nomini bironta narsa qo'yasiz. Masalan, nomini Brox qo'yardim. Brox. Bo'ldi. Endi maytga saqlanib bo'ldi. Endi buni nima qilamiz desalaring, buni tashlaymiz. Galeriya downloadni bosamiz, to galeriyaga bosamiz. Galeriyaga savet qilindi. Endi menda ikkalasini ham yuklab olganman deyman. Keyin World of Skinsni bosamiz. World of Skinsni bosganimizdan so'ng xo'sh, bu yerdan plyuschani bosamiz. Keyin bu yerga skinni yozamiz. Skin, mana bu skinimizni kiritamiz, tayyorni bosamiz va skin yaratildi. Akabit rulesni bosamiz va bu yerdan nomi deyapti. Brox qo'yadi. Brox bo'ldi. Endi bunimiz repga chiqadi. Men bittasini ham qilganman. Buxon edi mana. Buxon gamer. O'zim yaratdim buni. Mana ko'rishlar, yuklab olishlar ham bor. Eng zo'ri qaranglar. Bu eng zo'rligi bilan mashhur. Yuradi ham. Shu narsani esda tutinglar obunachilar. Men yangi yana video olaman. Va maqsadimiz endi 400 ta obunachilar. Iltimos 400 tani ham bir necha kunda yig'ib tashlaylik. Agar 400 tani yig'ib olsak, ko'proq video chiqarishga harakat qilaman. Shunday qilib 4, 5, 6, 7, 8 qilib boraveramiz. Obunachilar, hammaga xayr. Sizlar bilan Buxon gamer bo'ldi.